Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan men Hamid, kanalga xush kelibsizlar. Mana bu video murojaatim Tashqi ishlar agentligi O'zbekistondagi va Tashqi ishlar vazirligi va Qonunchilik palatasiga. Hurmatli o'zlari bilan o'zlari urushib qolgan, tepada o'tirib bo'lar bo'lmas qonunni o'ylab chiqadigan vallomatlar. Sizlar qaysi kallalaring bilan xorijdan deport bo'lib yo'qsa zapret bo'lib qaytib kelgan fuqarolarga 2 yil davomida zagran pasport berishdi man etdilaring. Savol. Kim o'ylab topdi bu narsani? Va nimani hisobini olib, nimaga ishonib, nimaga tayanib bu qonunni chiqardilaring? Shaxsan men bu narsaga qarshiman. Sababini aytsam, sizlar bunaqa qonunni o'ylab chiqishdan oldin mana Rossiyaga kelinglar. Oddiy misol, O'zbekistonda ko'pchilik aslida Rossiyada ishlaydi. Rossiyaga kelinglar. O'tirib, mana bu stol usturlaringni o'tirib bo'lar bo'lmas miyaga kelgan qonun qo'ylarni o'ylab chiqmasidan. Rossiyaga kelinglar, FMSga boringlar. Rossiyada ko'ryapsizlar, migrantlarga nisbatan har xil qonun qoidalarni chiqaryapti, ya'ni strogi bo'lyapti. Bunga bizda hech qanaqa qarshiligimiz yo'q. Bizda e'tirozimiz o'z sizlarga, Qonunchilik palatasi, Tashqi ishlar vazirligi va O'zbekistondagi Tashqi ishlar migratsiyasi agentligiga. Sabab nima? Sabab sizlar kelib turib taklif bera olmayapsizlar. Qarasho, sizlar qonun qoida chiqaryapsizlar. Bizning fuqarolar bu narsaga bo'ysunadi. Bizning fuqarolar qiladi shu ishni. Lekin sizlarga savol. Nima uchun FMSlaringdagi ahvolga sizlar e'tibor bermayapsizlar? Ya'ni FMSda xodim yetishmayapti. O'zlaring ko'ryapsizlarmi, qanaqa katta ochratlar bo'lyapti. Bizning fuqarolar o'zbek, tojik, boshqa millat vakillari, o'zlaring bilasizlar, Rossiyada o'zbeklar birinchi o'rinda turadi. Migratsiya bo'yicha. Bizda o'zbeklar, aka-ukalarimiz borib, o'shaga pastel olib, o'shaga olib yotib ochrat kutyapti. O'tkazdirib olmaydi deb, vaqtida olay, vaqtida topshiray deb. Registratsiyasini o'tkazdirib, boshqatdan kirdi chiqdi qilib kelganlar qancha. Vaqtida olmasdan turib yana zayz-viz qilyapti. Buni natijasi nima bo'ladi? Zapretni urib O'zbekistonga jo'natadi. Sizlar u yoqdan zagran pasportni olib qo'yasizlar yo zagran pasportni bermaysizlar, 2 yil sizlar cheklov qo'yasizlar boshqa davlatlarga chiqib olmasligi uchun. Bu qani mantiq? Sizlar nimaga asoslanib bu narsani chiqardilaring? Chiqib bunday xalqqa tushuntirish beringlar. Kim bu narsani o'ylab topdi? Men tushunmayman, sizlarning mana bu boshlaring dumaloqmi, to'rtburchakmi? Sizlarning nimani hisob kitobini olib bu qonun qoidalarni chiqaryapsizlar? Oddiy registratsiyasini o'tkazdirib, ochratini kutib, ochiratiga yetib kelolmay, oylab yotgan odamlar bu. Kiringlar, internetga kiringlar, ko'ringlar. Pastellarni olib borib, o'shida qo'tanning ichida yotibdi odamlar. Ochratimni olayman deb. Kechasi bilan 2 kunlab, 3 kunlab, 3 martalab, 4 martalab borgan odamlar bu ola olmay kelyapti. Bular ham yerda ochratini o'tkaziraversa, yo registratsiyasini srogi tugab qolsa, zayz-viz qilgan vaqtda kirgizdirmasa, O'zbekistonga jo'nataversa, 2 yil boshqa davlatga chiqolmaydimi? Zagran pasport olinadimi bular? Kecha mana bu qonun kecha mana 13-mayda chiqarilgan qonun. Sizlar nima o'zlaring bilan o'zlaring urushib qolganmisizlar? Sal bunday bitta qonunni chiqarishdan oldin bir nimani o'ylab ko'rasizlarmi? Bir maslahat qilasizlarmi? Yo miyalaringga kelgan narsani qonun qabul qilindi deb chiqaryapsizlar. Ovozga qo'yish kerak buni. Xalq nima deydi? Xalqning fikri qanaqa bo'lyapti? Shaxsan men noroziman bu qonundan. Umuman noroziman. Sizlar undan ko'ra kelib turib, Rossiyaning deputatlariga, Rossiyaning vagonovlariga nima deydi? O'sha qonun chiqaradiganlar, migratsiya sohasi bo'yicha qonun chiqaradiganlariga savol beringlar. Sizlar qonun chiqaryapsizlar. Nimaga FMS ahvoli bu? Nimaga xodim yetishmayapti? Nimaga FMSga xodim bilan ta'minlay olmayapsizlar? Nima uchun? Bu birinchidan. Ikkinchidan, men necha marta chiqib gapirganman, necha marta video murojaat qilganman registratsiya bo'yicha. Pasportini yo'qotgan. Oddiy dokument masalasi bo'yicha tegishli joylarda bizning fuqarolar necha yillab qamalib yotibdi. Necha yillab
oylab, 6 oylab, 1 yillab, 5 oylab, 3 oylab yotibdi. Qachon meni O'zbekistonga jo'natar ekan deb. Sizlar mana shuni kelib olib ketinglar. Bitta qonunni chiqarishdan oldin o'ylab qonun chiqarish kerak. Mana bilmayman, sizlar diplomni sotib olganmisizlar, nima qilgansizlar, qayda o'qigansizlar? 5 yoshli bachchaga shu gapni gapirsa kuladi. Bu jinnilik bu deydi. Qaysi miya bilan sizlar bu narsani o'ylab chiqyapsizlar? Hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, hurmatli o'zbek xalqi, kommentariyaga tushirib, men noroziman shu qonundan deb belgilab ketinglar, ko'rsin va maksimalni tarqataveringlar, yetib borsin shularga.